Bitta tizlatib o'qishib, bitta tizlatib, dekoratlarimizni bitta tizlatib, montajlarni qo'ydik. Albatta, inshaalloh bitta tizlatib, yana bitta tizlatib to'plab oldik, xudo xolasa. Bitta tizlatib, turs ketib, bitta tizlatib, ustan qayta qo'yishdi. Yaqinroq kelasi operator. Inshaalloh tushimiz bitdi. 50 tali aresondan foydalandik. Minimal darajada yuqoriga ko'tardik. EPA Event 78 nasosdan foydalandik. Napol uchun juda zo'r. Ovozi ham 5 shumlik. Bu tomonimizda esa to'g'rat uchun maxsus joy. Fugalari qatigan yo'q. Qatigandan keyin artib tashladi. Oyna qo'ydik, so'ng qo'yadigan chashka va sochirilgan. Bu tomonimizda to'pli polni zona. Xudo xolasa, mebel chakamiz, mebel bilan yo'q beradi. Eshigida. 3 faza kirgan. 3 faza korobkasida shundoq qoldirildi. 60 chakildan foydalandik. Chakillarimiz juda akkurat chiqdi. Tagiga esa to'pli pol. Bu yerda esa barjor qismini qo'ydik va uklonni berdik suvga. Operator yaqinroq olasiz, bu tomonga ko'rasiz. Xudo xolasa, suvlarimiz napoli o'ziga yetarli. Kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa, kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa ko'rsatib mumkin, o'z tushini. Rejamizdan mana. Sizlarimiz juda zo'r. Ichki qilmani ichki ko'rsatadi. Kuzatishda davom etinglar. Like va podpiska albatta. O'tkazinglar. Ters, hammaga rahmat.